Men aytganini qilaverim. Yaxshi bo'ladi. Uzoq bo'lmaydi olish kerak. Keyin buni suratni keyin yaqin qilib olib ketsangiz. Kimlar aka? Assalomu alaykum. Mana. Tenglar otaxonlar. Kelinglar. Tenglar. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan damlaysizlar. Assalomu alaykum. Salomat bo'lasizlarmi? Tuzimizlar. Selamun Assalomu alaykum. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Ana qashlar. Gabarani o'tiradigan joylar ko'rsatsinlar. Otaxonlar. Kelaverasizlar aka. Qani? Ichkariga. Yo'qilmas. O'tiradigan joy ko'rsatinglar. Kelinglar. Assalomu salomatmi? Kelyapsizlarmi? Assalomu salomatmi? Oh, yaşadın. Bugünden bereket olsun oğlum. Nazar kuyruğu. Kadar uyum var. Bu bayramlar. Oldular yaşar. Kelinglar. Shavkat. Hammalaringizni Parvardigor maqsadlaringizga Xudo yetkazsin. Bola chaqalaringizga bosh bo'linglar. Uylaringizga qosh bo'linglar. Topganlaring o'zlariga buyruq nasib qilsin. Kelar oy, kelash kunlarga o'ynab kulib jumla mo'minlarni Xudo salomat yetkazsin. Qatorida hammamizni bola chaqani chevaralar bilan salomat Xudo yetkazsin. Nima maqsadlar bo'lsa Xudo naq bersin. Dikonchilarimizga Xudo baraka bersin. Oydikon bu mazat qilsin, pilonlar 150 bo'lib oshib ketsin, toshib ketsin. Yuzlaring yorug' bo'lsin, tillaring uzun bo'lsin, mehlaring rohatlarini ko'ringlar. Rahmatga yor hamarroh. Nima yashaysiz, usta yashaysiz? Hocam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Kechmasa, mana Sodiq yuribsizmi? Bola chaqalar. Jumhon bu bayramdangiz qutlug' bo'lsin. O'zlariga qo'llab bo'lsin. Maqsadlarga Xudo yetkazsin. Gelin doğa. Gelin. Mashinada bor, ha? Mashinada bor. Hoji buva, boshqalarga ham ko'rsatdingiz bunday ekan. Nima? Boshqalarga ham ko'rsatdingizmi? Reklashdi. Qo'yib qo'ymaysizmi? Nimaga? Bozorga ham qo'yib qo'yadi. Boshqalarga ko'rsatdingizmi? Hoji buva ekan. Bozorga qo'yib qo'yadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Hayır baraka. Hayır. Şöyle. Nollasın dinlersin. Nollasın. Hani nollarda sındırma olur. Ya. Sındırış olur. Önceden sonra belki. Hamma o'tgan yerda o'tyapti. Biz emas. Bo'pti aka, hop. Mashin o'tir. Hop aka. Hozir. Bo'pti jabalak. Bittasida beraman bosham. Bugun bor. İşlemez. Ben size gördük önce unutkan. Nima kerak? Sog' salomatlik. Oshlar pishdi. Ya go'sht. Qoqib kattasini. Tozalab qo'ymadinglar? Yo'q, tozalab. Hozir chiqadi. Chiniga kirib ket. Keling. Boshqa chiqarmadingizmi? Keling. Yo'q. Ayni so'rayapman, qo'shib bor. Ko'chib uzatib qo'yaver. Qo'y yog'i bo'ladi-da, uka bayram kuni qo'y yog'i bo'ladi-da. Nima deyapsiz? Kesillar, yurek. İşimiz yaxshi oldu. Qani, eshiklarchi. Gidish. Go'sht gidish, shapkinglar go'shtga.
Ya bu kattalar. Mana bu Salaram. Ha bu solishga kelganda buni. Bu yonib ketadi. Mana bu joyga qo'ya qo'ygasizmi? Qo'yib dimlama dolana. Qo'l qilayotganda olib qo'ying. Mullaga. Bo'lis mullaga. Bir so'rab. Ha, shu kerakda. Kelasizlar mumkin soatini nima qilmagan. Sumaraka bu yerga kirdi hozir. Ha. Borakam. Sumarakani baqa ketdi deyishdi. Ne yetdi? Nimaga bo'ldi? Yuribsan, qattiq yurasan. Ko'pchilikmi? Yarım saat. Hikmet senga. Hamma aytyapti deydi. Shu bolalar niyat saharlanyapti. Bu vaqtda yomon. Ha, qo'sh turamiz. Yuring kelmadi, Zo'ra? Zo'ra saydab kelishlar. Kızla endi keldi. إنما طلب المقصود بطلب وطلب اللهم صل وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وأحيينا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة الختم القرآن العظيم وأعف عنا يا كريم وأعف عنا يا كريم اللهم بلغ ثوابنا قرآنه وتلونه إلى سيدنا وشفينا ومولانا اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وحسن أبداننا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بكرامة القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام يا ربي ushbu o'qilgan oyatlaringdan hosil bo'lgan savoblarni avvalo ikki olamga oftob bo'lgan janobi sarvari olam Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu taala alayhi va alihi vasallamning muborak ruhlariga, jumla o'tgan ahli mo'minlarga, avlod ajdodlarimizga, ota-onalarimizning, mahalla ko'ylarimizdan, qishloqlarimizdan o'tgan umidvor marhumlarning ruhlariga hidoya qildik. Ya Rabbi, ularni oxiratlarini obod qil, yotgan joylarini nurli qil, qolganlarimizni sihat salomat qil, jismu balolardan o'zing saqla. Ya Rabbi, yer yuzida islomni ixtiyor ayla, hammalarimizga zarur bo'lgan tinchlikni barqaror ayla. Ya Rabbi, o'zing bergan mana bu mustaqilligimizni, istiqbolimizni yurtimizga bardavom ayla. Ya Rabbi, jumla ahli mo'minlarni, yer yuzidagi barcha bandalaringni qalblarini bir-birlariga munavvar aylab, tinchlikni barqaror ayla. Podshohlarimizni tinch qil, dunyoviy diniy rahbarlarimizga omad ber. Ya Rabbi, jumla ahli mo'minlarni qilayotgan dehqonchiliklarga rahmat barokatingdan ato et. Qatorlarda biz ahli mo'minlarni qilayotgan dehqonchiliklarga ham barokatingdan ato et. Bu dushmanlarimizni, bu shirkatlarimizni qilayotgan dehqonchiliklarga barokatingdan ato et. Hafta yig'im termida ishtirok etgan barchalarni baroy qazolardan Ya Rabbi, ularimizni rahbarlik qilib turgan bu akaxonimiz bilan bu qilayotgan ishlarimizga duoda bo'lishligimizni bu diniy rahmatlarimizga munavvar ayla. Ya Rabbi, shunday tinchlik, osoyishtalik kunlarda mana shunday qo'rqoqliklarga iltijo qilishlikni nasib qilma. Ya Rabbi, hammalarimizga o'zing mehribondan ham mehribonroqsan. O'tgan gunohlarimizni mag'firat qil. Hayotimizning qolgan qismida gunoh ishlardan o'zing saqlab, o'zingga yaqin bo'lmoqlikni ro'zi nasib ayla. Sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Warhamna ma'hum wahshurna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekistonimizning qurolli barchangizdan qurol bayrami bilan chin yurakdan muborakbod. Butun yurtimiz bilan birgalikda bayram qilyapmiz. Men uyushmamiz nomidan, shaxsan o'zim nomidan butun Bo'ston xalqini, butun bo'stonliklarni, katta kichikni, opa-singillarni, birodarlarni, otalarimizni mustaqillikni 8 yillik bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Chunki bu mustaqillik bizga osonlikcha kelgani yo'q. Mana mustaqil bo'lgandan beri yurtimiz obod bo'lmoqda. Hammamiz haq huquqimizni o'zimizga qaytib berildi, dinimizdan qaytib berdi. Bizning boshimizda, yurtimizda bosh bo'lib turgan prezidentimizga ming marta rahmatga. Biz baxtlimiz, chunki atrofimizga nisbatan bizning yurtimiz tinch, farovon, rivojlanib ketyapti. Chunki bizning boshimizda, bizning yurtimizda mana shu adolatli, qattiqqo'l, yurtparvar prezidentimiz rahbarlik qilyapti. Mana shunga Xudoga shukr, ne'matdan shukrona keltirishimiz kerak. Yana bir bor hammalaringizni Mustaqillik bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Bu yil kimni uyida eng yaxshi tilaklari amalga oshmagan bo'lsa, yil oxirida yaxshi tilaklar amalga oshsin. Hammaning uyida to'y bo'lsin, dehqonchiligimizga baraka bersin.
bola chaqalar tinch bo'linglar. Mustaqilligimiz doimo mustahkam bo'lib, rivojlanib ketaveraylik. Bog'laring tilim, ona yurtim, gul qishlog'im, jonajon elim. Ey mustaqil O'zbekiston, bergin ijozat, tugamasin ta'rifingni, aylay hikoyat. Azizlar, bugungi ushbu kechamiz mazmunli o'tishi uchun Namangan Sadosi nomli guruh tashrif buyurgan. Hozir navbatni ularga beraman. Guruh rahbari Bahodirjon Abdurasulov. Assalomu alaykum aziz va muhtaram do'stlar. Assalomu alaykum otaxonlar, onaxonlar, assalomu alaykum akaxonlar, ukaxonlar, opajonlar, singiljonlar. Avvalambor biz yon qo'shnilar go'zal Gullar shahri Namangandan alangalik salomni yetkazgan holatda Mashhurdagi Bo'ston shirkatlar uyushmasining jamiki a'zolarini, har bir yaxshi insonni, Baliqchi tumanidagi har bir fuqaroni, qolaversa Andijonimizning har bir fuqarosini bugungi buyuk bayram bilan tabriklaymiz azizlar. Ilohim tanjoninglar sog' bo'lsin azizlar. Eson-omon bayramlarimizga yetib keldik, tinchlik, omonlik bilan. Ko'z tegmasin. Bir gapimiz borki, yon qo'shning, jon qo'shning deydi. Biz Namangan viloyatidan tashrif buyurdik, Namangan Gullar shahridan tashrif buyurdik. Sizlarni bugun bir xursand qilish niyatida kelganmiz azizlar. Qolaversa mana shu Bo'ston shirkatlar uyushmasining bo'lim boshlig'i Masha To'raxo'ja akamiz juda bir ajoyib inson, ajoyib akaxonlarimizdan Ahmadjon akamizni niyatlarini ishdinglar, tilaklarini ishdinglar. Ilohim mana shu niyatlar, tilaklar amalga oshsin. Mana qora akamiz juda ajoyib duo fotiha qildilar. Ilohim tanjonlari sog' bo'lsin qora akamizni ham. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, inshaalloh niyatlarga yetaylik azizlar. Bugun sizlarning xizmatingizda mana senimiz aytib o'tgandek Namanganning ajoyib hofizlaridan Bahodirjon Abdurasulov tashrif buyurdilar. Baliqchi tumanidagi fuqarolar yaxshi bilishadi bu san'atkor yigitni. Men hozir hurmat ehtirominglar mana shu yigitga navbatni beraman. Bahodirjon Abdurasulov yaxshi qo'shiqlarni sizlarning ko'nglingizga olishga harakat qilamiz. Bugun katta bayramlar bor ekan azizlar. Mana bizni bilishimizcha 60 yoshga to'lgan otaxonlarimiz bor ekan. Ajoyib akaxon ukaxonlarimiz bor ekan. Albatta bugun chiroyli bayram qilish niyatidamiz. Marhamat Bahodirjon Abdurasulov, Namangan Sadosi guruhi. Marhamat. Davraga so'zga chiqqanlar, marhamat. Buni Namangandan eshitganmiz. Bo'ston deganda hammamiz ham yaxshi bilamiz. Endi Sarbon akasiz aka, davrani o'zingiz boshlab berasiz. Bayramona bo'lishi kerak aka. Marhamat, davraga mana shu ajoyib akaxonimiz Ahmadjon akani taklif qilamiz. Bulada kuzayo, so'rar kuzim suzayi, omon yo'q. Yor qo'lida kuzayi, so'rar kuzim suzayi, omon yo'q. Ko'p bo'ldi sirimni, aytolmayman o'sha qizga, omon yo'q. Ko'p bo'ldi Yor qo'lin baqul baby sirimni aytolmayman o'sha qizga omon yori omon yori
yodingga yoshligim beqaror beboshligim uymaydiki olamga baxtiyor shodligim uymaydiki olamga baxtiyor shodligim teksa titrab qo'ling balog'a qizga shuring qo'l teksa titrab qo'ling balog'a qizga shuring aylanmay so'zga ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تلاوت قرآن حلاوت ایمان رضا یخش نور رحمان خوگان قرآن تلاوت ثواب لنا اولا پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم روح باقی اللهم اغفر لي ولوالدي والاستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جمله وتكن مؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات غريق رحمت بگن شایسته جنت qilib qolganlarni salomat rushdi hidoyatingdan nasib ro'zaylargin parvardigoro mana bu ihsonga xizmat qilib parvardigor harakat qilganlarda hammasini ham parvardigor kim qancha hissa qo'shgan bo'lsa shuncha parvardigor o'zing ajrini Alloh o'zing bergin parvardigoriga bundan ba'di hammamizni ham tinch qilib salomatlikni o'zing nasib ro'zaylargin robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا الله. Ana şeyga peshob bilan xizmat qilganlarni ham, mana shu nozimada tukishgan ayollarimizni ham yurt elimizda bir duo qilinglar, tinch bo'lsin. Ilohi amin. Parvardigori olam ushbu dasturxonlarga xizmat qilganlarimizni ham ikki olam baxt saodatiga erishtirgin. Ya Rabbi, bu yurganlarga rahbarlik qilayotgan bu hoji ukamizni ham umrini uzoq qilgin, sihatlarini ziyoda qilgin, xotirjamligingdan ato qilgin. Parvardigori olam qilayotgan ishlariga jumla ahli mo'minlarning qatorida rivoj bergin. Bu planlarini to'ldirib, el yurt oldida yuzlarini yorug' bo'lmoqligini ro'zi nasib qilgin. Parvardigori olam mana shu yerga qadam ranjida qilib kelgan bu otaxonlarimizni ham umrlarini uzoq qilgin, iymonlarini baquvvat qilgin, hammalarimizni ham ketardan nuri iymonimizdan judo qilmagin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh. Yo'lda, yo'lda qoch. Yo'lda qochinglar. Rahmat olsunlar, rahmat. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz qutlug bo'lsin. Sağ ol, rahmat. Oynamasınlar, değil mi?
Elbaz,